Dasturimiz davom etadi. Xabar berganimizdek, bugun Samarqand shahrida moturudiylik, bag'rikenglik, mo'tadillik va ma'rifat ta'limoti mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya o'z ishini boshladi. Tadbirning ochilish marosimida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning xalqaro konferensiya ishtirokchilariga tabrigi o'qib eshittirildi. Mazkur xalqaro anjuman jarayonlari bilan muxbirimiz Bobur Esonov jonli efirda ma'lumot beradi. Marhamat, siz efirdasiz. На роль разума и логики в понимании религиозных истин. В этом докладе Behzod aka, rahmat. Ayni damda Samarqandda konferensiya qizg'in pallalarda davom etmoqda. Konferensiya ishtirokchilari Moturidiy ilmiy merosini o'rganish va uni bugungi avlodga yetkazish bo'yicha o'zlarining izlanishlari, tadqiqotlari va ma'ruzalari bilan ishtirok etishyapti. Yonimda suhbatdosh bor. Qirg'iz Respublikasidan O'sh davlat universiteti professori Zaylobiddin Ajimamatov. Avvalambor O'zbekistonga xush kelibsiz. Mana konferensiya boshlanishida konferensiya ishtirokchilariga davlatimiz rahbarining tabrigi o'qib eshittirildi. Mazkur tabrikda ham ushbu konferensiyaning ahamiyati, umuman Imom Moturidiy ilmiy merosini bugungi kunda o'rganishning o'rni haqida juda ko'p mulohazalar bildirilgan. Mazkur konferensiya haqida, umuman uning ahamiyati, davlatimiz rahbarining tabrigida tilga olingan o'sha g'oyalar haqida fikringiz qanday? Rahmat. Maturidiylik temasında ушундай алымдар дияры bir учурларда ушул ислам илимдеринин борбору эсептелген өнүккөн Самарканд шаарында ушундай конференциянын уюштурушу бул өзгөчө мааниге. Өзбекстан Республикасынын президенти урматтуу Шавкат Мирзиевдин ушул конференцияны өз колуна алуусу бул чындыгында аябай баалай турган бир иш-чара деп айтсак болот. Анткени бул матуридилик жана ошол матуридилик мектебинин калыптанган жери мына Өзбекстан аймагы жана ошондой эле Самарканд шаары. Бул ошол матуридиликтин азыркы күндө ушундай жайылуусу, же болбосо ошол өзгөчө Орто Азия мамлекеттеринин арасында мындай актуалдуу болуп жаткандыгы бул аябай кубанарлык иш. Бул Кыргызстан болсун, Казакстан коңшулаш өлкөсүндө, Өзбекстанда матуридилик боюнча мындай иш-чаралар акыркы учурларда аябай байма-бай өткөрүлүп жатат. Бул багытта мындай көптөгөн иштердин болуп жаткандыгына күбө болуп атабыз. Бул жаатта өзгөчө Өзбекстан Республикасында аябай чоң иштер жасалып жатат. Имам Матуридинин китептери Тавилатул Куран, Китаб Тавхид сыяктуу китептеринин өзбек тилине которулушу бул аябай азыркы учурдун зарыл маселеси деп айтсак болот. Биздин Кыргызстанда дагы ошол Имам Матуридинин Китабы Тавхид китеби былтыркы жылы кыргыз тилине которулуп чыкты. Albatta, Zaylobiddin aka bildirgan fikrlaringiz uchun rahmat. O'ylaymizki, mana shu konferensiya davomida to'plangan materiallar ham Imom Moturidiy merosini bir yangi bosqichda o'rganishda o'zining ahamiyatini kasb etadi. Hurmatli teletomoshabinlar, konferensiya tushdan so'ng sho'balarga bo'lingan holda davom etadi. Unda dunyoning 26 ta davlatidan kelgan olimlar, tadqiqotchilar Imom Moturidiy merosini har tomonlama o'rganish bo'yicha o'z ishlarini olib boradilar. Biz esa keyingi dasturlarda konferensiya tafsilotlari bilan tanishtirib borishda davom etamiz. Rahmat. Hurmatli teletomoshabinlar, Samarqand shahridan hamkasbimiz Bobur Esonov jonli bog'lanish orqali ma'lumotlar yetkazdilar. Dasturimiz davom etadi.